Ben Adukat Nuri Türkel. Yakında Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik Komitetiga komissar qilib bekitilganlik munosabati bilan sizlarga bu organninki oq ko'rinishi, qonun imtiyozi, xizmat nishoni, xizmat tartibi va qurilmasi haqida ozroq tushuncha bermoqchi. Bu inglizchada US Commission on International Religious Freedom deb atalgan bu tashkilotni qisqartib USCIRF deydi. Bu USCIRF'ninki qurilishi 1998-yili Amerika Kongresidan tasdiqlangan ve qonunga aylangan Xalqaro diniy erkinlik qonunining asosida bekitilgan 3 organninki biri. Bunun belgilemesi bo'yicha birinchidan bu hozirgi shu men xizmatga tushgan bu USCIRF, undan keyin Aqsaroydagi Xalqaro diniy erkinlik bosh maslahatchisi, undan keyin uchinchisi bu Amerikaning tashqi ishlar ministrligi Xalqaro diniy erkinlik bosh elchisi. Shu 3 organ shu 98-qonundagi belgilar bilan bekitilgan. Endi bu qonunninki o'tirg'i chiqishining sababi shu yillarda dunyoda shu diniy erkinlik dafsanisiga uchragan shaxslarninki ve dini mezheplerninki köpeyişiga ergishib, Amerikaning tashqi ishlar nishonida, tashqi ishlar prinsiplarida diniy erkinlik muhim rol tutish kerak, davom qilish kerak degan maqsadda bu bipartisan deymiz, shundaq ikkili partininki rahbarlari xizmatga tayinlaydigan shundaq bir qurilma o'tirg'i chiqqan. Endi hozirgi bu qurilma bo'yicha bu organda, bu commission deymiz, USCIRF deymiz, 20 nafar tadqiqotchi, mutaxassis, adukat xizmat qiladi. Bu adukatlar, bu xizmatchilar, bu tadqiqotchilar bu USCIRF'ga tayinlanadigan ve tayinlangan en az 6 komissionerning yordam xizmatida bo'ladi. Bu qonunda belgilan bo'yicha 9 komissioner bo'lishi kerak. 9 ga qo'shib 10-chi komissioner shu Amerikaninki diniy ishlarga mas'ul Ali elchisi, hozirgi shu ambassador Sam Brownback 10-chi vekil, shu 10 adamning biri bo'ladi. Bu 9 adamninki bu 9 vekilning, komissionerninki bu o'rtaq her iki partiga vekillik qilishi kapolat berish uchun bir qismini Amerika prezidenti, bir qismini Amerika Kengash palataninki başlıkları her iki partiden. Onundaki Avam Palataning reisi bekitdi. Hozirgi mevcut 6 kişilik komisyonning ichida Nancy Pelosi hanım, hozirgi Avam Palata reisi Nancy Pelosi hanım tayinlagan ikkimiz bor. Undan keyin qolgan 4 komissionerlarni bu senat başlıkları bilan Prezident Trump xizmatga tayinlagan. 6'sı en az 6'sı bo'lishi uchun bularda doim 6 komissioner mevcut bo'lib turadi. Lekin 9 ga qadar komissioner bo'lishi mumkin. Endi bu qurilma jihatdagi tushuncha, endi bu nima ish qiladigan organ deganda, bu organ Amerikaningki tashqi siyosatida xalqaro diniy erkinlik masalasi tegishli yerini olish uchun muhim masala bo'lish qatorida e'tiborga ilinish uchun muhim bir mazmun deb eskartadigan, maslahat beradigan, hatta kuzatadigan roli bor bir organ. Endi bu organninki Amerika Kongresiga, Milliy Majlis, ondan keyin Aqsaroydagi prezidentga, ondan keyin tashqi ishlar ministrligi, tashqi ishlar ministriga tashqi siyosat shu diniy erkinlik masalasi to'g'risida maslahat berish huquqi bor. Undan boshqa har qaysi davlatlar, 30 ga yaqin davlatlardagi şu insan hakları, dini erkinlik meselesiga baha berdigan, yıllık doklad çıkadigan vazifesi var. Onun içinde bu bazı devletlerini halkılık devletler deb engilinganlar var. Onun keyin bazıları kuzatish salohiyatidagi devletler var. Bu devletlerin içinde en muhim orunda, yani ki tizimlikning en tepede turgan devlet Xitoy devleti, Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti. Onun içindeki Uygurlar olsun, Tibetler olsun ve başka Hristiyanlar olsun, şu komisyonerlarınki hizmet dairesinin içinde bulundu.
Meningki qildigan ishim shu Xitoydagi diniy erkinlik masalasi asosiy mazmun olgan. Undan boshqa davlatlardagi diniy dafsanda ishlarimni ben şunun xizmat doiram ichida. Undan boshqa bu komissionerlar şu davlatlarga berib, şu vaziyatni kuzatib, şu hukumatlar bilan suhbat etib boradi, diniy siyosatini ko'rib chiqadi va hatto ba'zida şu diniy erkinlik buzg'unchilikka uchragan, ziyonkashlikka uchragan shaxslar, diniy rahbarlar bilan suhbat etib boradi. Ve bazı vaqtlarda ularni Amerikaga akirib, agar turmada bo'lmagan ahvol ostida guvohlik berish yig'inlarini o'rlashtirish mumkinchiligi bo'ladi. Yani bu guvohlik berish yig'ini sirtdan adam akilishlar cheklanib qolmaydi. Masalan, bu komissionerlarningki qatnashishi bilan o'tkazilgan guvohlik yig'inlarida shu Amerikadagi mutaxassislar, diniy erkinlikning tajovuzga uchragan shaxslar, masalan shu diniy erkinlik ziyonkashlikka uchrab Amerikaga yerlashganlar guvohlik beradi. Bunun içinde mesela Uygurlarga o'xshash, Tibetlarga o'xshash, Xristiyanninki bu Xitoyning Xristiyan muridlarining ichida bo'lsin, mushlarmi kelib guvohlik bergan bo'ladi. Anadaki yana bir muhim meselenin biri bu komissiondan qildigan yilda har yili 5-oyning 1-kuni xalqaro diniy erkinlik haqida doklad chiqarildi. Bu dokladning tayyorlash mezgili uchun normal 1 yil vaqt ketadi. Her bir komissionerninki şu devlet ve rayonning o'z ichiga olgan mazmunda paket, delil ve mantiq asosida ishonchlik uchurlar to'planib, şu yillik reportning ichiga yozilib, uni rayon ve devletlarga ayrilib e'lon qilindi. 2020-yildagi bu xalqaro erkinlik reportini Uyg'urchaga tarjima qilib, buni bizning web saytimizga qo'yaylik. Xohlaganlar shu USCIRFning web saytiga uscirf.gov degan sahifaga berib, yillik report ulunishidan ko'rilishinglar mumkin. Undan boshqa bu komissionning yana bu public diplomacy jihatdagi ishi mavjud. Ommaviy fikr to'plash, ommaviy nazik meselelerni tushundirish, nutq so'zlash bo'lsin, guvohlik berish bo'lsin, xalqaro diniy erkinlik yig'inlarida meselelerni bayon qilish bo'lsin, kez jurnallarga fikr bayon qilish, maqola yozish degandek xizmatlar bilan mashg'ul bo'ladi. Bu diniy komitetga komissioner bo'lgan shaxslar ko'pincha bu uzun yillik hükümetlerde xizmat qilgan odamlar bo'ladigan ahvol bo'ladi. Menga o'xshash qonuniy jihatdan tajribalik yoki ma'rif tarbiya olganlar bo'ladi. Shunga o'xshash bu ham diplomatik, ham qonuniy jihatdan, ham ommaviy shu xizmatlarda tajribalik insonlar qildigan ish. Buni abay degandek xizmatga tayinlanadi Amerika Kongresidan yoki Oqsaroydan. Tayinlangandan keyin ikki partiyaninki shu partiya ideologiya ko'z qarash jihatdagi o'xshashmaslikni qayrib qo'yib turib, xalqaro diniy erkinlik to'g'risida xizmat qiladigan oliy bir organ. Bu organninki shu Uyg'urlarga o'xshash, Tibetliklarga o'xshash din ve milliy kimlik tufaylidan her türlü qirg'inchiliklarga, diniy bostirish duch kelayotganlarninki ovozini to'nitadigan va tashqi siyosatga ta'sir ko'rsatadigan muhim bir organ hisoblanadi. Sizlar bilan bu bilgilarni, bu ko'rinishni, bu uchurlarni o'rtoqlashganim uchun xursandman. Rahmat.